benden alan seslerin ardından ulu bakan sözlerin beni benden çalan bir nehir misali kalbime akan. Asla vazgeçemem senden asla. Olamam ben sensiz, yapamam kimsesiz. Asla vazgeçemem senden asla. Olamam ben sensiz, yapamam sevgisiz. Assalomu alaykum. Anladım. Yondim haligi. Tanladingizmi? Ha, tanladim. Ha, yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustozlar. Xush kelibsiz. Men Almatov Javlon, Qashqadaryodan, Keler akademik litseyda, so'ngra konservatoriyada, hozirda Qashqadaryo Qarshi ixtisoslashtirilgan madaniyat va san'at maktabida o'qituvchilik faoliyat yurtmanzi ishlayman. Nimadan dars berasiz? An'anaviy xonandalik. Endi an'anaviy xonandalikdan dars berar ekansiz. Bu Turetskiy ashulani tanlash o'zingiz tanladingizmi? Albatta o'zim tanladim, endi akalarimiz yordamlari bilan. Ashulani. Kimni ijrosini eshitib tanladingiz? Bu Tarkanning ashulasi, keyin cover bo'lgan bitta bola aytgan ekan, o'sha Yana Kibariya degan juda ham bir kuchli turk xonandasi ijro etgan, uni eshitmaganmisiz? Yo'q, Kibariya. Bir eshitib ko'ring. An'anaviy. An'anaviy bir shingil. Qisqagina. Qani? Seni Leyli Ranavdiyak ajoyib dilrabodirlar Bani Majnun Şeydavdiyak kuyingda bir gadodirlar Borib so'rdim tabiblarni bu dardimga davo bormi? Yashang. Ha, shundan boshlaganingizda men masalan 10 marta aylanardim. Adashmanman. Ovozingizni imkoniyatlari bor. Imkoniyatlari juda ham kuchli, lekin meni nazarimda boyagi ijro etgan turkcha qo'shig'ingizdan ko'ra hozirgi parcha ko'proq chiqarib berdi. O'sha imkoniyatlarni ko'rsatib berdi. Qarang, mana repertuar tanlash juda katta bir ilm ekan. Omad yor bo'lsin, mana tanlashni baribir yaxshi ham shu ukaxonimiz. Komandamizga xush kelibsiz. Ana. Tabriklaymiz. Ijodiy omad hamisha yor bo'lsin. G'alabalar bo'lsin. Tabriklaymiz, sog' bo'ling. Men hozir aytaman qayerga ketganlarini, lekin aytma dedilar. Keling. Nimalar his qildingiz? Qanaqa bo'ldi? Nima deysiz o'zingiz? Hayajon bo'ldi. O'zim xohlagandek ijro qila olmadim degan xayol bor. Lekin bitta narsa bilan tabriklasa bo'ladi. Siz ko'ngildagidek ijro etishga imkoniyatingiz bo'ladi oldinda. Siz ovozdasiz. So'ragan odamingiz to'yi bor ekan, xizmat qilib ketdi.